Nastroyka agnaporniy g'isht bilan o'ralgan. Fasad 50 yil turadigan 7 etajli dom, liftli domda birinchi etaji 2 xonali marg'ilonda vatstroyda kanechkada turibmiz. Kanechkada egalar raqami bilan qo'yib qo'yapmiz. Chiqishimizga podyezddan to'g'rida kvartiramiz. Kvartirani ko'ryapsizlar, akkuratniy. Mabodo tepadan olsangiz ham lifti bor domimiz. Narxini 2 xonali kvartirani 30 ming baho aytyaptilar. Kelishadigan xonasi bor. Tushib berar ekanlar. Qoladigan jihozlari, kuxonniylari qoladi. Planirovkasi katta, keng, birinchi etajda balkon bo'lmaydi, bilasizlar, lekin katta. Sanuzelini ko'ryapsizlar, отдельный. И katta juda ham. Meta tualeti ham отдельный. Tualetdan chiqib oshxonamiz. Oshxonamizda qoladigan jihozlari, kuxonniy, o'sha do'xyontir, kotyol, gaz qoladi. Mana xaladelli televizorlari kelishib olasizlar. Отопление kelgan ekan. Отоплениeni ham o'zi yig'gan, do'xyontirni kotyol istadi. Qishda gaz zo'r. И tem bo'lib birinchi etajda ekan, yosh katta hojona, hojdadalarga olib bersalar ham maza qiladi. Odam o'zi qishda olaman deydi, pul ko'payganda. Hammani orzusi bo'ladi uydalarga olib berish. Bunimiz endi spalniy qilsa ham bo'laveradi buni. Xolos siz mehmonxona qiling. U xohish o'zingizda. O'zgartirib olasiz. Bunisi ikkinchi xonamiz. Pollarimiz mana parket bo'lgan, ponni, parket pol. Natijnoy bas, mana nimalarda jitkabo'y qilingan. Televizorni postavkasini o'rnatib qo'yishdi. MDFshi. Pastki raqamlarga telefon qilsalar ham baraka qilamiz. Sizlarga mana shu kvartirani 30 ming kami bor. Prosta narx aytilyapti. Telefon qilib bemalol savdo qilaverasizlar. Sog' bo'linglar.